İsmi Şerifiz. Usmon Nosir. Tug'ilgan yilingizni ayting. 1912-yil Namangan shahrida. O'tgan asr o'zbek adabiyotining eng iste'dodli, g'ayratli va jasur shoirlaridan biri Usmon Nosir. Uning hayoti, shijoat, uning satrlari yurak nidosi. Usmon Nosir 1912-yil 13-noyabrda Namangan viloyatining Konibodom qishlog'ida tug'ilgan. U yoshligida adabiyotga, she'riyatga mehr qo'ygan. Samarqanddagi o'qituvchilar tayyorlash institutida tahsil olgan. 1930-yillarda o'zbek she'riyatida yangi shamol esdi. Bu shamol Usmon Nosirning yuragidan chiqqan satrlar edi. Uning Yurak, Quyosh, Norbuta kabi asarlari millatning uyg'onish, ozodlik va mehr tuyg'ularini tarannum etgan. Iste'dodli shoir 1937-yilda qatag'onlar qurboni bo'ldi. U erkin fikri, milliy ruhdagi she'rlari sabab hibsga olindi. Qattiq azoblar, surgun, sovuq shimol, ammo u ruhi bilan sinmadi. Bugun Usmon Nosir nomi abadiy. Uning so'zi vijdon, uning she'riyati millat ruhining davomidir. Kattaqo'rg'on shahar axborot kutubxona markazi bu buyuk so'z san'atkorining xotirasini e'zozlab kitobxonlarga taqdim etadi. Usmon Nosir o'zbek she'riyatining abadiy quyoshidir.